Bu mijozimiz endi elektr energiyaga umuman pul to'lamaydi va o'zlaridan ortib qolayotgan elektr energiyani davlatga 1000 so'mdan sotishni boshlaydi. Yana bir mijozimizda xonadonlarga 20 kilovatli 10 grid quyosh elektr stansiyasi o'rnatib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Hozirda bu binoda 10 kilovatli quyosh elektr stansiyasi o'rnatilgan va qolgan 10 kilovatli quyosh elektr stansiyasi naryoq binoga o'rnatilgan. Qolgan 10 kilovatli quyosh elektr stansiyasi bu binoga o'rnatilgan. Ko'rishingiz mumkin. Va narigi tomonda keyingi 10 kilovatli quyosh elektr stansiyasi o'rnatilgan va bu quyosh elektr stansiyasida 10 yillik kafolatga ega Auxol brendi ostida ishlab chiqarilgan inverter va 30 yillik kafolatga ega Jinko panellari qo'yilgan. Elektr stansiyasini o'rnatayotganda har doim narxga emas, sifatga katta e'tibor qilish kerak, chunki sizlar katta pul ketkazib shu quyosh elektr stansiyasini o'rnatyapsizlar va agarda sizlar sifatsiz mahsulotlardan foydalansanglar, sizlarning quyosh elektr stansiyanglar ko'pga bormay kuyadi yoki umuman elektr energiya ishlab chiqarishdan to'xtaydi va shu holatda sizlar faqatgina zararga ishlashni boshlaysiz. Sizlar ham xonadon, dacha yoki korxonalarga quyosh elektr stansiyasini o'rnatmoqchi bo'lsanglar, sizlarga sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, Premium Green Energy ga murojaat qilinglar, biz sifatga javob beramiz.